Yo'q, ona qizim qani ilohomin. Baxtli o, xavf-xatarlardan ehtiyot o. Borgan jangda toshdek qatgina ona qizim. Iye dadajon, boradigan joying men boradigan joyimiz yo'q. Hozir kuyovingizda ozgina sharoit yo'q. Chicha siz bilan turib turaylik, boshqa yo'l olib chiqib ketamiz. A joning. Dadajonim, siz yonimda tursangiz dunyolarni qimillatib yuboraman. Shuncha dunyoni qimillatguncha jononim, bir xona bo'lsa ham arendaga kvartira olib qo'ymabsiz-da. Ular yerga sharmanda bo'lding. Do'stmisan? Pomogite qil, hech kimga aytma. Senlar ham chiroyli yashab yurishgin. Ammo shundayga teskari duo qilaman, bir umr piyalang ham oxirim o'tib ketadi. Shahlo, Meni qizimning oti Shahlo emas, Esmeralda. Ko'zi ko'rmaganda shunday patak soch adiranga eriga tegarmidi? Dadajon, kuyov choyxonaga ketyapti. Kimlarni tayyorlagan o'rgamayapman. Shu toflisini kremlab turing. ajab sirlar. Mana shu ventilyatorni ishlatish kerak-da. Nima qilasan? Kondisioner bor-ku. Kondisionerda jonajon kuyov poshsham yotibdi. Sanikida ish tugabi edi. Zarda qilma menga, qurg'on menga ham havasmi? Issiqni qara, biqillatyapti-yu. Iye dadajon, baqirmanglar, sharmanda-ku. Voy o'ldi. Ona qizim mahallada janoza o'pdimi? Kecha kuyovingiz tog'dan rosa charchab kelgan, uxlayapti. Uyg'onib ketmasin. Ajab sirlar. Voy dadajon. Ona qizim nima bo'ldi? Skora chaqiring, pashar chaqiring. Qani necha kishi? Hammasidan qo'ramini chiqarib yuboraman. Iye dadajon, baqir chaqir qilmang. O'zi kuyovingiz ham ichkarida asabiylashib yotibdi. Iye, asabiylashadi, tinchlarmi? Ana, nima? Sigaret tugab qopti-da. Sigaretga chiqib kelarmisizmi? Ajab sirlar. Iye, Shahlo, gulim, dadajonga ham shunaqa deydimi? Axir bu kishi ota bo'lsa, qayerdan biladi unaqa narsani? Dadajon, ana bosganda pirs deydigandan. O'zim pirsilatib qo'ysam bo'lmaymi-ku? Ona qizim Esmeralda, seni erga bermabman men. Seni uylabman. Nima istaysan, Majnun toltay oilamizda.